Assalomu alaykum Akmaljon va Hof obunachilari, sizlar bilan Akmaljon. Bugun sizlarga mol, ya'ni novvoslarni qanday usulda boqish kerak, shu usullarni o'rgatib o'tamiz. Hozirgi paytda biz mol fermaga kelganmiz. Mol fermada shu novvos xunajinlar ham bor. Asosiy bu yerda so'yilish uchun novvoslar boqiladi bu yerda. Ya'ni o'sha bo'rdoqi deb qo'yishar ekan, ya'ni o'sha bizni o'zimizning tilimizda molda so'yilgan. Biz hozirgi paytda bu yerdan 7 xil mol turi bor ekan bu yerda. 7 xil molni bir chekkadan ko'rsatib o'tamiz. Eng bunaqalarni, eng saralarini alohida ko'rsatib, ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videoni oxirigacha kuzatib borsanglar, o'sha molni qanday boqish kerak, shunga o'xshagan qayerda xatolar qilmaslik kerak, shularni hammasini yoritib o'tamiz. Qanunda ketdik. Boshlamaylik. Mana do'stlar, o'zi qora mollarimiz videosini boshlab oldik. Buni biz atay tashqariga olib chiqdik, tiniqroq ko'rinsin deb. Bu mana shu qora molimizni tirik holatdagi vazni 700 kilodan oshiq chiqargan. Buni misol rasman tortish mumkin bo'lgan tarozisi bor. Tarozisini ham videoning o'rtasida ko'rsatib o'tamiz. Yana ichkarida bu molimizni zoti o'zimizni aholining ichidagi qora mollarni zotdor qora moli hisoblanar ekan. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu hali beri yana tayyor bo'lmadi, hali so'yilishga. Necha kilo bo'lganda so'ysak bo'ladi hozir buni? Hozir yana 200 kilo qo'shish kerak, 900 kilo vazn bo'lganda shunda so'yishga tayyor bo'ladi. Qanchada tayyor bo'lib endi bu? Yana 2,5 oyda so'yishga tayyor bo'ladi. Yana 2,5 oyda, xudo xolasa, dashi 900 kilo bo'lganda so'yib yorsak bo'ladi. Hozir yoshlari ham 2 yashar bo'ldi xolos endi. Ha, bu 2 yasharlik molimiz. Ichkariga kiramiz. Ichkarida hali 4 yasharlik mollar ham bor. U yerda 1 tonnadan oshiqroq mollar bor. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz va tarozisini ham ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha kuzatamiz. Qanunda ketdik. Mana do'stlar, fermaning ichiga ham kirib oldik. Mana bu yog'i uzun. Nech metrlik bu yog' ferma? 100 metrda. 100 metr chiqadi mana oxirigacha. Hali bu yoqlarni ham video qilamiz. Hozir mana birinchi qora molimiz videosini boshlaymiz. Mana bu yerda gollandskiy bilan shved chachishtirilgan moli. Qoraroq bo'ladi degan. Qoraroq bo'ladi. Qora. Ha, qorami? Biz mana qarang. Ko'proq o'tiydigan sifatda. Ko'proq o'tiydigan sifatda. Mana bu molimizni men o'zim so'rab oldim hozirgina. Qanday afzalligi bo'ladi? Agar gollandskiy bo'lganda uni yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, orqa suyagida o'sha joyi chiqib ozg'in bo'lar ekanda, golland bilan shved chachishtirilgani shu xo'ra bo'lib juda ham tez semirib ketar ekan. Shu narsani eksperiment qilib ko'ribdi. Golland bilan shved chachishtirilgani mana bu yeri dumaloq bo'lib, mana ko'rinayotgan bo'lsa, dumaloq bo'lib semiz bo'lib ketar ekan. Yana davom etamiz bu yog'iga ham. Hali mollarimizni turi ko'p. Do'stlar, men hozir sizlarga o'sha videoda va'da qilgandim boshlanishida tarozisini mana ko'rsatib o'taman. Bu o'zimizda mana qo'l bola qilib yasab qo'yilgan tarozi. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, mana shunday qilib yasab qo'ysa ham bo'laverar ekan fermalar. Bu nechta tonnalik tarozi endi? Bu 1,5 tonnagacha tortadi. Bu tarozimiz mana 1,5 tonnagacha tortadi. Ichiga o'zimiz ham chiqib ko'ramiz. Buni soatsiz tortadi. Ana o'zi bu yog'i tortishni boshladi. Men 70 tarasi bor-da uni. Hozircha tarasi bor. Necha kilo chiqdi endi hozir? Hozir mana men chiqib oldim. 120 kilo bo'lsa 80 kilo ustiga. 80 kilo. O'zi 72 kiloman. 72 kilomi 80. O'zi ashnaqada. Mana do'stlar, taran o'zi 46 kiloda. Taran o'zi 46 kilo. Mana do'stlar, qo'l bola qilib yasab olish mumkin. Qanunda endi mollar videosini qilishni boshlaymiz. Mana do'stlar, o'zi bu yog'i endi shved mollariga navbat keldi. Mana ko'rsatib o'tamiz. Bu molni tirik vazni qancha buni? Tirik vazni bu 680 kilo. 680 kilo atrofdagi mana shved mollari sizlarga bombasini ham ko'rsatib o'tamiz. Hozirgi paytda mana shved molini 700 kiloligi deydigan bo'lsak, mana bu yoqda endi shved molini 1 tonnaligini ko'rsatib o'tamiz sizlarga.
Do'stlar, mana 1 tonnalik. Bunisi yana bu unaqa so'ygani tayyor bo'ldimi yo tayyor bo'lmadimi? Tayyor bo'lgan yo'q. Endi masalan yana 5-6 oy boqsak, xudo xolasa tayyor bo'ladi. 1,5 tonnagacha. 1,5 tonnagacha bo'ladi. Undan ham oshadimi yo? O'zi yo 1,5 tonnarkan. 1,5 tonnasi bizga yetib ortadi. Mana do'stlar, 1,5 tonnagacha boqishinglar mumkin mana shu shved molimizni. Ularga yonboshdan oling-da, yonboshdan bunday o'xshash. Mana do'stlar, biz ko'rsatib o'tamiz. Qanchalik? Tepatingda hozir. Mana odam bo'yi bilan tepa-teng bo'lib turibdi, lekin bu 180. 180 bo'yi. 85 ekan. 180. Bo'yi 185. Mendan 2 santimetrcha kalta ekan xolos. Do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, bu molimizni bu go'sht qancha chiqadi aytaylik 1,5 tonnadan bundan. Tozasi. Tozasi 1,5 tonnadan 800 kilo chiqadi. 850 kilo, 800 kilo. 800 kilo, 850 kilo go'sht chiqadi. Do'stlar, eshitayotgan bo'lsanglar, mana shu shved mollaridan boqqan anchagina qulayroq bo'lyapti-da hozir. Bir pribal bo'lyapti shved mollaridan. Sal ko'proq o'tib, tezroq rivojlanadi. Tezroq rivojlanadi. Yog'sizroq bo'ladi dedingizmi buni? Go'shti sal yog'sizroq ham bo'lar ekan shved mollarini. Orqasidan ko'ramiz. Va endi bundan buyog'i hozirgi paytdagi eng katta molimiz shu bo'lib turibdi. Hozirgi paytda mana eng katta molimiz shu. Bu yoqda mana o'zimizni tayyor bunisi. Bu o'zimizni qora molmi bu? O'zimizni oddiy hashaki moldan, qora moldan. Qora Bu mol. tayyor. So'yishga tayyor bu. So'yishga tayyor o'zi. Bu necha kilocha chiqib qoladi endi? Bunisini kecha kuni tortib ko'rdik, 590 kilo chiqdi. 590 kilo. Toza go'shti bir 400 kilo atrofida chiqar ekanda. Yo'q, 400 kilo emas, 300 kilo ashnaqa Ha, chiqadi. 3 tengma-teng kam bo'ladi. Shunaqa. Ha, tengma-teng kamayib Hozir ketar bu ekan. tayyor holatida. Ati och qog'izib turdik. Bir qantarib turib, keyin so'yamiz. Ha, och qolgizish kerakmi oldi? Sal qassoblar qiynalmaydi. Ha, mana. Do'stlar, u yog'ini ham o'rgan olsak bo'ladi. Ozgina och qolish. Necha kun och qolish kerak? 1-2 soat yemasa bo'ldi shu. Ha, 1-2 soat ovqat yemay tursa, o'zi tayyor bo'ladi. Mana Ha, shu bir kunda aytaylik shvedlar bir kunda qancha ovqat yeb yuborishi mumkin? Endi hashakda. Ana hozir eng katta molimiz 70 kilogacha silos yeyapti. Keyin o't yemimiz bor, keyin sho'lxamiz bor. Ha, jami 100 kilodan oshib ketadi. jami bir kunda 100 kilodan oshiq yem, sho'lxa, mana sho'lxalar. Sho'lxa emas, u silos. Silesmi bu? Ha, siles. Sug'orishga tayyorlayapti. Ha, bu yog'iga endi hozir suv quyadi. Men siles bilan tashlayapmiz biz. Geldis. Yemaganlari bular. Mana. Bu yemasdan chiqarib qo'yilgani. Do'stlar, davom etamiz unda. Suv quyayotgan jarayonni ham ko'rsatamiz hozir. Do'stlar, men bir chekkadan ketayotgandim. O'zi suv qo'yish, ya'ni haligi sug'orish jarayoni boshlandi mollarda. Shuni hisobidan boshda qanday mana suv qayerdan chiqyapti, mana o'zi sug'orish jarayoni. Mana shunday suvni ochishib yuboradi. Mana bu yog'idan mollar suvni ichishaveradi bu yog'idan. Mana do'stlar, hozir ko'rsatib o'taman. Suvni ham boshlanishini. Mana do'stlar, suvimiz ketyapti bir chekkadan. Shu 70-80 ta molimizga mana shunday uslubda sug'orilar ekan. Mana do'stlar, bu yoqda videolar ketyapti yana. Do'stlar, unda shu davom etamiz. Bir chekkadan videolarni yana mollarni obzor qilib berishga harakat qilamiz. Bu yerda xunajinlar bor. Mana do'stlar, bo'zakchamiz bor. Alohida bular chachishtirilgan, alohida videoni mana shu xunajinlar qatoriga o'tganimizda, xunajin sigirlar qatoriga o'tganimizda tushuntirib beramiz. Mana bu yerda yana bittasi bor. Ha, tashqari yana bitta bor, yangi tug'ilgani.
Mana уже sug'orish jarayonida hayvonlarimiz уже suv ichishni boshlashdi. Mana. Do'stlar, hozir suv ichish jarayonini ko'rsatayotgan paytimda, hozir mana bu tashqarida ko'rsatgan buqamizni tanimay o'tib ketib qolibman hozir va qaytib keldim. Sizlarni yaxshiroq tanishinglar uchun, mana solishtirishinglar uchun tashqaridagi molni videosini ko'rsatdik. O'sha videoni o'sha molni solishtirib berish uchun to'xtadim va yana qaytadan shu molimizni video qilishga qaror qildim. Mana qaranglar. Tashqarida o'sha tashqaridagi molimiz. Shu abetda mollarga suv berilar ekan, ya'ni 12 kilo atrofida. Mana do'stlar, tanidinglar, qornini ko'ryapsizlar, juda ham yo'q. Bu tashqaridagi molimiz chanqagan shekilli, ko'p suv ichib yuboribdi. Mana do'stlar, suv ichishyapti hali ham. Bu bizni tanib qoldi va to'xtamay qarab turibdi. Qani? Ana. Bizi tashqaridagi molimiz. Qanunda yana davom etamiz. Bitta ko'zga yoqqanini video qilyapmiz. Do'stlar, sizlarga endi yem berish jarayonini aytib o'tamiz. Mollarga o'rtacha 500 kilolik buqalarimizga 4 kilo kunjara, 3 kilo makka va 3 kilo kepak qo'shib berilar ekan. Makkamizni drabilkadan o'tkazib, ya'ni mana bu makkani mana shunday holatda, mana bu mardagi bilan birgalikda maydalab turib, o'shanda 3 kilo makka, 3 kilo kepak va 4 kilo kunjara bo'lsa, jami 500 kilolik buqamizga 10 kilo yem qilib beriladi. Mana shunday usul. Mana teparog'ida ozgina o'sha maydalangan holati ham bor. Mana ko'rishlar mumkin, mana makka va mardagi aralashgan holatida. Unda do'stlar, yana davom etamiz. Keyin kunjarani ham ko'rsatib o'tamiz. Kunjaramiz ombordan kunjarani ko'rsatib beramiz videoni. Mana do'stlar, o'sha o'zimizni o'sha shved deyilayotgan mollarimiz shu bo'ladi. Shved mollari toza shved moli. Nargi chachishgan variantlari anchagina kattaroq bo'ladi. Bunimiz kilosi qancha chiqadi bu hozir tirik holatida? 550 kilo. 550 kilo. Yoshda hali bu. Necha yashar? 1 yashardan ozgina o'tdi-da. 1 yashardan ozgina o'tdi. Bu ham nargi mollarga o'xshab katta bo'lib ketadimi yo bunchalik katta bo'la olmaydimi? Katta bo'lmaydi, yapaloqroq bo'ladi. Bu yapaloqroq bo'ladi. Shunaqa. Bir patologiya necha kilogacha semirishi mumkin? Bu ham ketaveradi 1 tonnagacha. Unaqa bo'y baland bo'lib ketmaydi. Bo'yi baland bo'lib ketmaydi, lekin 1 tonnagacha semirishi mumkin. Mana bu endi gollandskiy molimiz. O'sha toza gollandskiylar mana bunday ozg'inroq, mana tepadan ko'rsatib o'tganman. Gollandskiy bilan chachishganini ko'ryapsizlar, sal ingichkaroq bo'ladi. Ozg'in bo'ladi. Bunimiz 1,5 yasharga to'ldi bu. 1,5 yasharga to'ldi. Vazni-chi? Vazni ozroq uniki hozir. Kechagi kuni olib keldik, buni pulga olib keldik. 10 millionga olib keldik. 10 million so'm. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, 10 million so'mlik gollandskiy molimiz. Novos. Buni ham burdoqiga endi kechadan bugundan buni tortib ko'rmadinglarmi? Yo'q, endi tortib ko'ramiz. Vaqt bo'lmadi. Endi tortib ko'rinadi. Yana misol qiziqayotgan bo'lsanglar, shu novoslarimizni qaytadan video qilishimizni so'rasanglar, yana qaytadan shu novoslarni qanday semiryapti, boshqa qilyapti, yana qaytadan kelib video qilishimiz mumkin. Kommentariyada o'z fikringlarni yozib qoldiringlar. Qaysi mol yoqayotgan bo'lsa, qanday mollar qiziq bo'lsa, shularni ko'rsatib beramiz. U yoqda xunajinlar video oxirida. Mana do'stlar, o'zimizni bundan bu yoq endi qator hashaki mollar, mana o'zimizni aholi ichidagi mollar, mana ko'ryapsizlar. Bular ham misol boqishga bog'liq, boqish uslubi xuddi shunday bo'lganligi, yaxshi bo'lganligi sababli o'zimizni oddiy hashaki mollar ham juda yaxshi semiradi. Bu endi mana ko'rayotgan bo'lsanglar,
Mana do'stlar, уже meni videoga ol deyapti. Mana meni videoga ol deb baqiryapti bu yoqda. Do'stlar, bu mollarga yana hozir videosini ko'rsatamiz. Bu yerda o'sha suvni mana bu teshik orqali haligi oshcha suvlarni endi chiqarib yuborishadi. Mana bu yoqdan suv tushib ketadi bu yoqqa. Suv bu yoqqa chiqib, mana suv mana ko'ryapsizlar. Bu yog'i endi zakan bor. Zakanga suv to'kilib ketadi. Mana do'stlar, sizlarga haqiqiy o'sha shved molini tashqariga olib chiqib, to'liqroq, yaxshiroq tushuntirib berish uchun tashqariga olib chiqdik va shved molimizni oddiy moldan farqi shunda ekanki, mana bu orqadan molni orqadan qaraganimizda yumaloqroq bo'ladi dedinglar. Orqasi dumaloq bo'lar ekan, ko'ryapsizlar, go'shtdorroq, go'shtni yaxshiroq yig'adigan bo'lar ekan shvedlar. Lekin buni bo'yi baland bo'lmaydigan, ichkaridagi mol. Baland bo'ladigandan emas, faqat dumaloq bo'ladi, go'shtdor. Faqat dumaloq, go'shtdor bo'ladi. Haligi 1 tonnali bo'ladi deganimiz shu. Uzoqroq boqsam. Uzoqroq boqish. Qancha boqish kerak? Yana 1 yil boqish kerak-da. Yana 1 yil davomida boqsanglar, xuddi boqilsa, xuddi shunday 1 tonna go'shtgacha chiqishi mumkin. Mana do'stlar, 3 oyligidan beri tashqariga chiqmagan ekan. Mana hozir anchadan beri tashqariga chiqmaganligi sababli ozginagina sho'xlik qilyapti. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana yana bir bor. Bir marta qo'yib ko'rganimizda tushdi biroz. Bir marta qo'yganda bolasi chiqdi, to'g'rimi mana shu? Oddiy molga qo'yildimi? Oddiy molga qo'yildi. Oddiy molga shunisini ko'rsatamiz hozir. Biz videoni o'chirmasdan qorasimi yo narginisimi? Nargisi. Mana bu kichkinasi. Necha kunlik bo'ldi endi bu? 1 haftalik bo'ldi. 1 haftalik bo'zagimiz. Oddiy molga. Ikkalosi egizak chiqdimi? Egizak. Ha, mana egizak ekan. Enasi qora bo'lgani uchun, otasi bu rangda bo'lgani uchun shunaqa chiqdi. Ha, enasi qora, otasi Bu rangda. bu rangda. Ko'ryapsizlar do'stlar? Ikkovi ham Fatima Zuhra. Ha, Fatima Zuhra. Xunajin. Mana enasi qora. Ana do'stlar. Bular necha oylikdan shunaqa qo'rada qoladi bular? 3 oylik bo'lguncha, 40 chiqquncha emadi enasi. 40 chiqquncha emadi. 3 oylik bo'lgandan keyin bular ham tashqariga chiqishmaydi tashqariga. Keyin yana anaqa bor edi, bir yoshligimizda biz mol boqqanimizda bir yugurtirardi-yu mollarni. Unaqa bo'lmaydimi? Yo'q. Yugurtirish shart emas. Yugurtirish shart emas. Navbar yugurganda vazn tashlab yuborarmidi? Ichi o'tib ketadi. Yugursa ichi o'tib ketib qolar ekan. Do'stlar, sizlarga yana bitta oxirida bonusi bor. Bonusini ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni haligi atala berishdi. Atala nimaligini ham tushuntirib beramiz. Do'stlar, sizlarga hozir ko'rsatgan egizak xunajinlarimizni mana enasi. Bunimiz hozir endi ovqatlanish ratsioni qanday bo'ladi endi? Hozir bu miqdorda novvoslarga qaraganda ozroq yem berib, silos, masalan, kaloriyali ovqatlardan ratsiondan ko'paytiramiz. Masalan, yemni ozroq bersak, sal semirish kamroq bo'ladi. Unchalik semirib ketmaydi, sut beradi. Sut beradi, ko'proq sut beradi. Egizaklar to'ydirish uchun. Egizaklar to'ydirish uchun. Atala qanday beriladi endi bu? Atala haqida gapiramiz dedik video davomida. Atalarni hozir zavoddan olib kelib, mana shu alohida bunga alohida beramiz.
ya'ni spirt zavoddan atala sotib olinadi va olib kelib quyib beriladi idishiga. idishiga quyib beriladi. Mana xuddi suv quygandek quyib beriladi. Mana oxiriga atalar ham ketaveradi bu yoqqa. Mana do'stlar, egizak tuqqani uchun orden beramiz. Orden, ya'ni videoga like bosamiz mana shu egizak tuqqan sigirimiz uchun. Qanunda like'ni banqilataveramiz. Do'stlar, sizlarga o'sha va'da qilingandek atalar haqida gapirib o'tamiz. Ya'ni o'sha atalarimiz nima vazifani bajaradi? Atalarimiz vazifasi o'sha novvosimizni ichini, terisini, tanasini deganim, tanasini bo'shashtirib beradi va yaxshiroq semirishiga, tezroq semirishiga yordam beradi. Ya'ni atalarimiz spirt zavoddan, spirt misol uchun bug'doyni spirti olinib bo'lgandan so'ng qolgan atxoti, ya'ni o'sha atalar bo'ladi. Spirt ajratib olingandan so'ng qolgan atxotlari atalar bo'ladi. Mana o'sha tezroq semirishiga atalarimiz yaxshiroq yordam beradi do'stlar. Mana yana bir bor ko'rsatib o'tamiz bu yerda. Qanunda do'stlar, like bosib videolarimizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, yanada bundan-da qiziqroq videolarni chiqarishga harakat qilamiz va o'z fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Qanday yoqqan bo'lsa yoqdi, yoqmagan bo'lsa yoqmadi deb o'z fikringlarni bildirib qo'yinglar. Like bosib qo'llab-quvvatlab tursanglar, bundan-da qiziqarliroq videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Va ko'rsatib o'tdik, o'sha yerdagi mollarimizni yana ko'rish niyatlar bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Do'stlar, sizlarga gollandskiy va shved mollarini chachishtirilgan variantini ko'rsatib o'tamiz. Buni onasi shved, otasi gollandskiy. Otasi gollandskiy. Mana do'stlar, bundagi gollandskiy bilan farqi shved molda tos ko'rinmaydi, tos suvaylar. Buniki mana bu yerda tosi bor, tosi. Tos suvay ko'rinib turadi. Gollandskiyning tos suvaylari ko'rinib turgani uchun mana otasiga o'xshab chiqib qoldi bu. Otasiga o'xshab qoldi. Onasiga o'xshagan yo'q. Shvedlarda tos suyagi ko'rinmaydi. U shvedlar sal bo'yi pastroq bo'ladi. Sal bo'yni ko'tarish maqsadida biz gollandskiyga qo'ydik. Gollandskiy mana bo'yni ko'tarilgan. Ishib turgan bo'yni shu yerdan boshlab bo'yi balandroq demoqchiman. Bo'yi balandroq bo'ladi. Keyin bo'yni ham bu ham semiz bo'yni. Shvedga o'xshagan uchun, onasi shved bo'lgani uchun bo'ynlari baquvvat, dumaloq bo'lgan. Orqasi ham mana ko'rgan bo'lsanglar, shved bilan ozginagina sal farqi bor orqasida ham, sonlarida. Qani do'stlar, unda o'sha oxirgi va'da qilingan yana bitta va'damiz qolib ketdi. Yem omborini ko'rsatib o'tamiz. Mana do'stlar, o'sha omborimizga ham kirib keldik. Mana kunjaramiz bu. Do'stlar, sizlarga mana bu yerda mana bu lapatkalar yordamida kunjaralar solinadi. Mana o'sha makkamizni mardagi bilan birgalikda drabilkada maydalangan holati. Agar drabilkalar kerak bo'lsa, u ham biz o'zimizda yordam beramiz topib berishga. Mana bunday lapatkalar yordamida solinadi va bu yerda aralashtirib, kepagimiz ham kepak bo'ladi. Hozir kepak yo'q ekan, kepak keladi. Kepak kelgandan keyin buni ham uchalasi birgalikda aralashtirilgan holatda mollarga beriladi. Mana bunday aravada tayyor holati hozir aralashtirib tayyor qilib, bir arava necha kiloligini o'zi hamma bilib qolgan, shu holatda ketaveradi. Yana sizlarga bir narsani aytib o'tishim kerak. Mana bu yerda dimoxodlari bor ekan. Shu dimoxodlar agar ichkarida havo aylanmay tursa, havo aylanmasa bu yemimiz ko'karib ketish ehtimoli bor ekan. Shuning uchun dimoxodlar kerak bo'ladi. Agarda kimdir mol ferma qilayotgan bo'lsa, mana shunday dimoxodlar qilish esdan chiqib qolmasin va mana bunday yemlarimiz ko'karib ketish ehtimoli bo'ladi. Mana do'stlar, videolarimiz oxiriga yetdi. Videolarni like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman va kanalda yangilab podpiska bo'lish esdan chiqib qolmasa. Qanunda hammaga xayr.